Assalom. Kitap o'qish munbiriga xush keldingiz. Hozir anglaydiganimiz Tursunay Yunusning Vatan Söygüsü nomli romani. 26 bob. Bir kuni kechasi Rayhon zodili uxlay olmadi. U ko'zini yumsumu erining chiroyi ko'z oldiga kelib oldi. Rostilla u erini bakmi seg'inib ketgan edi. U o'rnidan turib, xotira daftarining qattiq muqovisining ichiga yoshirib qo'ygan ikki parcha suratni qo'liga oldi-da, uni yuziga yoqdi. Ko'z yoshlari to'kildi. Bir suratda eri ustiga harbiy forma kiygan, mo'risida ofitserlik pagun, sal o'rqlab qolg'ashqa yong'oqlari ichiga kirib ketgan, qora qoshli qo'shimisi sal turilgan, sal horg'inlik bilan shunchaki kulimsirab turadi. Beshida harbiychi ispanka bor edi. U suratga qanmay qayta ko'rdi. Suratning keynida xat bor edi. Qadrlikim Rayhon, sizni so'yaman, sizni sog' salomat ko'rishni istayman. Eringiz Abdurahmon. Ikkinchi suratda ustida harbiy forma, o'tir bo'yliq, badallari mixta, qora qosh, yuzida xushalliq aks etgan. Ko'zlari chaqnab turgan yigit bilan yanada yigitdan egizrak, oq ko'ngilak kiygan, buluq qora sochlarini egiz turib olgan, qo'shima qosh, qora ko'zlari yulduzdek nurliq bir sohib jamol daraxt tubida bir-birini qo'ltiqlashib turadi. Bu naqadar go'zal, romantik, hayajonli minutlar, ha? Bu to'y xotira surati edi. To'g'ri, u ajoyib davrlar edi. Hamma joyini urush vahimasi qoplagan. Yosh, o'tir yosh, ayol demasdan urushga tayyorlik qiladi. Shahar yezlardan askarlikka tizimlatishga rayonga boradi. Shundoq kunlarda Rayhonmu yezidagi yosh qiz yigitlar bilan rayonga bordi. U yer odam dengizga aylangan edi. Qiz yigitlar bas-basda oldingi safga tizimlatib o'tadi. Yigitlarni ko'p qabul qildi, biroq qizlardan sesiralardan boshqalarni qabul qilmadi. Shuning bilan ular Sir daryosi bo'yiga qaytib kelish uchun avtobusga chiqishdi. Shofir o'tiri bo'y, do'g'aloq, xushxuy yigit edi. Qizlarga chaqchaq qiladi, ham ular bilan tezli chiqishib ketadi. Birlar Rayhonga gap so'z qilmasdan pat-patla orqasiga o'rilib Rayhonga qaraydi. Rayhon uning bilan ko'zlar uchrashib qolganda darhol yerga qarab oladi. Keyingi qitim u yana kayniga qarab Rayhondan ko'zini uzolmay qoldi. Dal shu vaqtda oldidan bir mashina chiqib, tas qoldi, qatnash hodisasi ko'rilgili. Bir yigit uningga chaqchaq qilib, "Abdurahmon og'ina, ko'zing yo'lda, qo'ling ro'lda bo'lsin. Qizlar qichib ketmaydi. Bizni sog'-salomat olib qo'ygin. Avtobusdagi yigitlar, kelgusidagi soldatlar, urush qahramonlari jumu", dedi hasil aralash. Qiz yigitlar birdan kulishib ketdi. Rayhon xijillikdan yerga kirib ketgudek bo'ldi. Uning yenidagi qiz: "Jinim, shu bir yigit sendan ko'z uzalmay qoldi-ku? Oldingi safga boradigan bo'pti. Ya senmi? Chaqchaq qilmag'ina. Men ya uni to'nimisam, u mundaqla qarab qo'ygandi. O'zi qo'ymish yo'q, chaqchaq yigit taqiladi", deb kulib qo'ydi. Dal shu chaqda yigit yana orqaga qaradi. Uning ko'zlaridan chechilgan muhabbat ushqunlari udul Rayhonning yuragiga bordi-da, ajoyib bir his tuyg'u qizni asir qildi. Bu oktyabr oyi edi. Yezda to'y qizib ketdi. Yezda har kuni bo'lmasa-mu 2-3 kunda bir qitim urushga mangdiganlar bo'ladi. Odatda kishilar yezning bir chetiga joylashgan cho'ng masjid oldidagi maydonga yig'iladi. Ayollarning yig'isi, oq yo'l tilab duo qilgan bovaylarning amin deyishlari, bola chaqalarning vang chungdiri, harvakashlarning varqirashlaridan yeza larsiga keladi. Har oqshimi yezdida to'y bo'ladi. Ayni chaqda urushga ketayotgan yoki ketishi muqarrar bo'lgan yigitlar o'zi tanlagan qizlar bilan qo'shilishga oldiraydi. Ular bir kun, bir oqshom bo'lsa-mu oshiqlari bilan birga bo'lishni istaydi. Uyga qaytib kelgan Rayhonmu nima uchundir shu bir yigitni o'ylab qoldi. U ayni chaqda oralla 16 yoshga kirgan edi. Shuncha qizlar to'y qilayotsa, u to'y qilsa nima bo'ladi? Biroq u yigit kim?
Nədən gəldi? O şundaq egiz-pəs xiyallar bilən uyqunu tərk etib derizi tüvədə olduratdı. Appaq aydında asmanda yulduzlar çaraqlab duratdı. Birdinla şıpırlagan avaz anlanıb, biri toşqandək yügürüb gəldi də "Reyhan!" deb çaqırdı. Qızның жүрегі düpüldəb soqub getdi. Biroq anaның uyg'unib ketishidan ansirab, derazini asta ochdi. Yigit uni baqqa ochiqdi. Reyhan titraydi, qo'rqatdi, ham yigitning ko'zlariga tikilib qaraya olmaydi. Yigit bo'lsa, nihoyat xotirjam turadi. Birdinla butun yigitlik kuchi bilan qizni bag'riga ching besib, o'tliq hissiyoti bilan so'ydi. Qizning tipirlashlariga, o'zini qochirishlariga pisand qilmay, ko'zlaridan, lablaridan, bo'yinlaridan so'ydi. Qiz tunchi so'yishdan masxush bo'lib, holsizlanib ketdi. Yigitning yuragi shiddat bilan so'qib ketdi. "Jenim Reyhan, sizni ko'ribla oshiq bo'ldim. O'zimni bosolmay, qaramliq bilan sizni izladim. Ata opangizning oldiga kiraman." "Hech bilmadim. Bu o'ngimmi, tushimmi?" "Aslida sizni ko'rmasam bo'ptikan. Bir ko'ribla oshiq bir qaror bo'ldim. Menga ichingiz og'irsin. Ati ko'rishayli, bo'lamdi." Degandek, Әтсі Абдурахман ездіки мойсіпет бір әрні башлап, бұларның үйге кірді. Райхан бақы чықып кетті. 2 күнден кейін 10 жүп қыз жігітнің тойы болды. Бұларның арсыда Райхан білән Абдурахманмы бар еді. Той күні әммейлан үйеді бары емәкліклеріні ашықты. Az dolu tamaq tartıldı. Şunun білән той башланып кетті. Түштін кейінгі вақытта дапның дараң-дұрыңы, Nağra Sunay'nın avazı, qız çokallarının köz yeşi arlaş etkan naqşılardan keyin yigitler egiz dönglərgə, konu üyünün ögzülərgə çıxıb naqşı etişdi. Yigitlərinin hissiyatqa tolğan, kəlgüsü hicran dağları bilən soğurulğan naqşıları qız çokallarını yığılıtıb etdi. Biri urushqa ketgan yari, eri üçün yığılsa, yana birləri özü söygən, visalğa yetəlməyən yigitləri üçün yığılışatdı, titrişətdi. Toy keçisi tong sözüleydigice yezini naqşı saz usullar titirtib etdi. Reyhan bilen Abdurahman topdan asta soğurlup töşekке kirdi. Yigit qızga şirtek taşlandı. Onu qucaqlaydı, söyetdi. Hayacan ve elemden yenip çoğunqur piğam bilen onun qoynida neçə saatler yatdı. Ular bar yoqi 3 günle billa boldu. Yigit 4-cü günü rayonga ketdi de 2 gündən keyin kechqurun qaytib kelib Reyhan bilan xo'shlashdi. "Reyhan jenim, sizni tashlab qandaq ketarman? Meni kutamsiz?" "Men to'y qildimmi? Sizni o'ngimda ko'rdimmi yoki tushimda bilolmadim. Sizga bag'rim qonmadi, sizni so'yaman," dedi Reyhan yosh to'kib. "Rahmat jenim, sizni bir umr azizlayman. Siz bana ishqingizni beg'ishladingiz, meni rozi qildingiz. Sizga umr bo'yi qarzdorman. Shu tapda sizdan ayrilish men uchun shuncha azob. Biroq yigit bo'lganim uchun vatan uchun kurash qilish burchim va majburiyatim bor. Chunki er degan ish emgakka, jangga yaralgan. O'lsam shahid, g'alaba bilan qaytib kelsam bir umr sizning oyog'ingizga bosh qo'yaman. Meni unutmang, bo'lamdi. Sizdan ayrılıb qandaqmı chidayman? Sizni bək sığınıb ketiman. Yeni bir neçə gün turamsız. Jenim, meni sabr taqat bilan kuting. Men cho'qim qaytib kelaman. Qachonda bo'lsin, sizni deb bo'lsinmi qaytib kelaman. Menga ishining soat 9ning poyizdiga ulgurish uchun hozirlamamsan bo'lmaydi. Reyhan uning bo'yniga esilib, yig'lab, g'alillab titrab ketdi. "Bo'ldi jenim, meni qiynamang. Sizni yana bir qitim ko'rib olay deb kelishim. Bir nafas, bir daqiqa bo'lsinmi didoringizga qiynab olay. Mana ko'rdim, sizdan 1000 martam roziman. Toki..." Jiroqda uni kutib turgan yigitlar ot choptirib kelishdi-da, "Chaqqan bo'l, Abdurahman! Poyizga ulgurmay qolamiz!" deb uni oldiratdi. "Abdurahman, jenim, men qandaq qilaman? Sizga qandaq chidayman? Men..." "Xudoyimga omonat, Rayhon, sizni so'yaman,"
Bu ovoz kech qo'ynida aks sada yangritib, jiroqlarga ketdi. Uning orqasidan yig'lab yugurgan Rayhon yerda yetib qoldi. At tuyoqlarining ovozi jiroqlab ketdi. Xudoyimga omonat, sana oq yo'l bo'lsin, seni kutuma. Chiroqning yo'riq turganligini ko'rib, Zulfiya kirib keldi. Opa, texchi uxlayolmabsan-ku. Xiyol bilan o'ltirgan Rayhon o'zini nega qo'yishni, qo'lidagi suratni nega yoshirishni bilolmay qoldi. Zulfiya, "Opa, qo'lingdagi suratni ko'rib baqsam bo'lamdi?" degenicha suratni shartida tortib olib, sinchilab qarab ketdi. "Bu dadamning surati ekan-da. Shundaq mehribon, samimiy kishida qiladi-ku. U bek qamlashgan odam ekan. Pah, sen nemanchi jazibidor. Bo'ying dadamdan egiz ekan. Nemanchi chiroyli bo'lg'ayding? Bu suratni bak-payza tushibsizlar. Yana bir qaraychi. Egiz bo'yingga oq kirib ko'ngling bak yarashgan. Egiz turmaklab oq linti qisqan sochlaring nemanchi buluq. Ko'zlaringdan nur yig'ib turdi." Zulfiya opsi bilan dadasining suratiga qarab to'ymadi. Opsining haqiqatda parqiraq terisi, nur yig'ib turgan bir jup cho'pon ko'zlarini hozirgi turqiga selishtirdi. Afsus, opsining yosh vaqti bilan hozirgi holatini o'xshatish asla mumkin emas edi. Bechora opsi yetkicha jafo tortib, shuncha go'zal chehradan mahrum bo'lgan edi. "Opa, bu qachon tushgan surat?" Dadam bilan to'yga tizimlatqilib borganda tushgan. "Opa, sen uni yaxshi ko'ramding?" "Ha. Gerçi u mendan pakarroq bo'lsa-mu, kelishgan yigit edi. U sana o'xshaydi. Nima desam bo'lar? Ishqilib, uning vujudida bir o't bor edi. U nihoyat jasur, chabdas, gap so'zlari siliq kishi edi. Uni qanday yaxshi ko'rib qolganimni o'zimmi bilmayman. Balkim umi bir taqdirdir." "Opa, so'zingga qaraganda kim bilan to'y qilishni hech kim oldin bilmaydi ekan-da?" "Shunda qizim, muhabbatning chegarasi yo'q. Kim, qachon, qayerda kimni yaxshi ko'rib qoladi, qachon to'y qiladi, buni zotli bilolmaydi. Odamning rizq nasibasi qitilsa, biri tog'da, biri bog'da bo'lsa-mu tepishidi ekan. Bu suratni obdanroq ko'rib olay, bo'lamdi opa." Rayhon qiziga qarab zuhmanlik bilan kulimsiradi. Zulfiya suratni yotoq uyiga kirib ketdi. Oradan 3 kun o'tganda Abdurahmon Osmonov tuyuqsiz qorovga kirib keldi. U kuni Rayhon qorada gullarga suv quyib, uzum barang ostida samovarga choy quyib, dasturxon raslab qo'ygan edi. "Assalomu alaykum, men keldim", dedi u so'mkasini ko'tarib kirib. "Va alaykum assalom, keling." U Rayhonni yenikini quchoqlab ko'rishdi. Ular barang ostida o'ltirib choy ichishgandan keyin uyga kirishdi. Rayhon o'rindiqqa, Abdurahmon Osmonov karavotga o'ltirdi. Arini yurakni azgudak timtoslik bosdi. Rayhonning yuragi tarsida yerilib ketishga asli qoldi. "Meni kechiring", dedi Abdurahmon nihoyat tuvan ovozda. "Men bugun sizga hammani aytqili keldim. Siz bilan to'y qilishdan burun asli oilam, bolam bor kishi edim." U o'pkidab tili gapga kelmadi. Sal turib elib so'zni davomlashtirdi. "U chaqda xotinim bilan yomonlikda edik. Toza ajrashimiz deb turgan kunlarimizda urushga berish tayyorlik uchun bu tarafga kelib qoldim. Sizni bir ko'ribla kuyib qilib oldirab to'y qilib oldim. Urushdan qaytib kelib, xotinim bilan bo'lgan ishlarni uzib etib, ondan sizni izlab kelmoqchi bo'lgan edim. Qaytib borsam, uy ichida bo'ron uchib ketibdi. Xotinim og'rib o'rin tutib yetib qopti. U meni ko'rib, ko'zlariga lumdum yosh oldi. Men shu vaqtda haqiqatan tanqislikda qoldim. Vijdon azobi bilan muhabbatning azobi meni ikki yoqdan toza qisdi. Mayli ishining ishonmang, sizni bir kunmi unutib qolmadim.
Алдыңғы қетім көрішкенде sizге bu gaplarni aytolmadim, chunki sizni hijron azobida yig'latib, yana sizga bu gaplarni qandoq deyman. Yurak degan ilmi chidaydi ekan. Shuncha dard alam, hasratlarni odam ko'taradi ekan. Rostini aytsam, yuragimning tagida sizga bo'lgan muhabbatim ko'miklik. Sizni o'ylasam, yuragimda bir nurliq chiroq yiqilib, ko'nglim yo'rib ketadi. Siz bilan o'tkazgan ozgina vaqtim meni mushu kunlargacha yashashga undadi. Yana biri qizim Gulmira edi. Shuning bilan xotinimni oxirgi tiniqigacha beqib roziligini oldim. Abdurahmon Osmanov o'zini tutolmay bir haza yig'ladi. Ko'z yoshlarini oppoq qo'l yog'liq bilan surtib bo'lib, ayol yo'q uymi, uy bo'lamdi. Uyimizdan bo'ron uchib ketdi. Bichora qizim 6 yoshida onasiz qoldi. U hayot vaqtida nurg'un ishlar bilinmabdi, biroq u vafot bo'lgandan keyin jiq ishlar bilindi. Biz erxaq degan nurg'un ishlarni bilmaydi ekanmiz. Gohi ishlarga sal qaraydi ekanmiz. Yuragimda qolgani hasrat, alam, orzu, umid bo'ldi. Uning so'zlarini anglab, Rayhonning yuragidagi muzlar erishga boshladi. Ikkimiz sirdoshgan shu kecha deb so'zini davomlashtirdi. Yulduzlar osmonda chaqnaydi. Har ikkimizning yuragimizda o't yongan, muhabbat naqshisini yangratgan edik. Naqshimiz unsiz bo'lsa-mu, jiroqlarga taralgan edi. Bizni yep-yangi go'zal kunlar kutmoqda edi. Biroq biz vaqtsiz ayrildik. Bu ayrilish shuncha ig'ir keldi. Erlikimga elib ichimda yig'ladim. O kunlar. Abdurahmon yuragini tutqunicha turib qoldi. Rayhon qo'rqinidan titrab ketdi. Eri yonchuqni oqtirmoqchi bo'lganda qilib edi. Rayhon darhol kostyum yonchuqni oqtirib, dorini topdi-da, uning og'ziga soldi. Qaynoq suv akirib ichirdi. Yuragini asta-asta silab, chekisidagi tarlarni surtdi. Bir hazatdan keyin u sal asliga kelgandek bo'ldi. Biroq chiroyi tamdak tatirib ketgan edi. U erini yotqizib qo'ydi. Eri ko'zlarini yo'g'on ichib Rayhonga mehr bilan boqdi. Rayhonmi uningga qaradi-da, ichi og'rib yosh to'kdi. Uning ko'z yoshlari erining yuziga bahor yomg'iridak tomchiladi. Rayhon seg'inish, intizorlik, kutish dardida puchulangan yuragini tutib, erining yenida yotdi. Rayhonmi erini jondan aziz biladiganligini, uningga burunmi, hozirmi kuyadiganligini yanama cho'nqir his qildi. Rostini aytganda, Rayhonningmi ixtiyori emas. Yuragi uningga talpindi. Qonlari kuvachidi. Uning vujudi o'ziga, qattiq irodasiga bo'ysunmadi. U xuddi mast odamdek eriga o'zini tashlab, uni chin quchoqladi. Ikkilan yana shu to'y kechisidek shod-xuramliq bilan mast bo'lishdi. Hayotning ashu tepilmas daqiqalari, ozgina vaqt ularni baxt paysiga cho'mtirdi. Shodlik bilan yig'i, hasrat bilan xushallik, muhabbat bilan hijron giralishib ketgan tuyg'ular birdanla yo'qoldi. Abdurahmon xuddi yoshligiga qaytgandek bo'ldi. Rahmat Rayhon. Men sizni yo'qotgan vaqtni qaytarishga, siz tortgan azobning o'rniga shodlik ato qilishga tirishiman. Buni qilolmasam, o'g'il bola bo'lmay ketay. Mening shunchalik irodam va qudratim bor. Bu kecha ajoyib pes tuyg'ularga boy, tarixdan xulos chiqarilgan hayotlik falsafalarga to'yingan bir kecha bo'ldi. Mundaqcha aytganda, ming bir kechadek sehrli kecha bo'ldi. Eri Rayhonni so'zlatkizmadi. Bo'libmi qizi Zulfiya to'g'risida so'zlashga asla fursat bermadi. To'g'ri, eri bilan u go'yo burun o'zlari uchurma bo'lib chiqqan bog'larga yana boshdan qaytib kelganda qilsa-mu, biroq xoshallikdan ko'ra ko'z yoshlari ko'p bo'ldi. Ularning muhabbati yolg'iz hijronli emas, balki she'riy tuyg'uga boy, ajdodi aytib bo'lolmagan, ham o'zlari aytib tugatalmagan muhabbat naqshisiga o'xshaydi. Ular muhabbat naqshisini ichida aytib turib, teshida yig'laydi. Bugunmi shundoq yig'ladi. Ular qanchalik yig'lasin, qanchalik azoblansin,
yaşlıqda bağlanğan muhabbet reştisini üzüp etmedi-yu, biroq özleri bu manzilga yetolmadi. Şoňa qayta didarlaşışning arzusiga çömgensiri u güzel aslimalar bularga aram bermedi. 27. bab. Zulfiye öýge naqşy-gıňşyga şunda hoşal kirdi. O adetden taşqyry hoşal edi. Çünkü o dadысы bilen apsynyň toy hatiri suretini çoňaýtyp ramkaga ilip kelgen edi. "Apa, qaragana, suretlaryny çoňaýtyp geldim," dedi o qoraga kiripla apsyny izlep. Aşxanadan peştamyga kolunu sürtkeş çıqqan Reyhan kızının hoşallykdan nurlanıp ketken çyraýyga qarap ixtiýarsyz güldü-de: "Ey şeytan kız, ahyrı degiňiňi qypsan-da. Neç ýyldan beri jürekimniň qytada saklagan sirlerimni bildiň. Ýoşurup saklagan aşu ýatnamyny ahir tapdyň. Emdi onu günde neçe wagt görüp, äsmiler koýnada ýaşaýdygan boldum-da. Sir digen sirpeti saklangyny ýaxşy edi," dedi umu hoşlukyny ýoşuralmasdyn we ramkadaki suretge qarap iç-içiden söýünip getdi. Zulfiye suretni tamdaki gelemniň üstüge astyda tövenge düşüp taza sensilip qarady. Bir tarapdan pähirleniş hissiyatiga çömse, yana bir tarapdan şonça uzak yıl dadysyny görelmegini, onun bilen bille ýaşaýalmagany üçin köňli ýerim boldy. O közüge lömüldep kelgen ýaşlaryny asta sürtüp etip, apsyga külüp qarady-da: "Hoş buldun ha apa? Qara, bu nime degen ýaxşy söret? Bahardak ýaşlyknyň tepilmas ýatnamysy," dedi-yu, içide "Ist ötüp ketken ömri," dep oýlady. Olara çay içip olturup, Zülfiye birden yer beqip külüp goýatdy. Bir gepni etişke aldyraýdy-yu, biroq sel tartynyp ýygyz açalmaýdy. "Nime boldy? Nime küleýbersen? Birher hoş haber barmy nime?" dedi Reyhan bir nimeni sezip. "Nime desem bola apa? Hoş kızım, nime bolsa şunu degin. Men bir yigit bilen muhabbetleşdim." Ana gözlerini yoğan aşkınıça "U kim?" degendek qarady. "U meniň sabaqdyşym. Eýsiňde badu? Ürümçide Mahmud Qari çoň dadamnyň üýgimi kelgen heliki egiz yeşil köz yigit Almas şu. Onu ýaxşy göremsen?" Onunğa köňlüm düşüp qaldy. Özü bäk ýaxşy yigit. Men hazırgacha hiç kimni onunçilik ýaxşy görmegen edim. Özümü bilmey qaldım. Köňlümge baksam, onu yartıp qalganda qylaman. Ondak bolsa, bir güni o yigitni öýge başlap kelgin, men körüp bakay, onundan keyin bir nime değişeýli. "Bir körüpla ýaxşyamalygyny bilelemdiň," dedi Zulfiye şokluk bilen külümsirip. "Her halda bir körüp bakay. Çıray digenmi bir san'at. Onunğa köp närsler ýoşuryngan bolady. O işçanmy, jesurmy, oğul balaçylygy barmy? Saňa ýar ýölek bola alamdy. Onun gep sözlerden bäzi işlerini bilip qalarman." "Apa, ajab qiziq geplerni qilsan go?" dedi Zulfiye qaqaqlap gülüp. "Kızım, sen ýaxşy görgenge emas, belki seni ýaxşy görgenge ýatlyk bolsaň, tehimi bäxtlik bolasan. Kız bala degen, yani desem şu gep, özü köýgenge emas, belki özüge köýgenini tanlaşy gerek. Sen şunda qılganmydyň?" Ana bu gepke endikip turup qaldy. Toğra, umu özü burun zadyly görmegen, bilmegen bir yigit bilen toy qılgan edi-gu. O nahaýda sadda, ak köňül bolgaçka şu çaqdaki kişilerge okşaş faqat söýgü üçin toy qıldy. Biroq söýgümü közni yumup açgıçylyk boldy. Keyinki işler onu hicran deştige taşlap etdi. Şundak bolsumu kızının gepi onunğa iğir geldi. "Apa, nim boldun? Sen mening mehribanym, sen de maňa ýaxşy maslahat bereläýsin. Seni renjitip goýdummy ya? Gep qila apa." "Men obdanrak oýlaşyp bakyn demekçidim. Muhabbet yürekdi-gu. Yürek sezidi apa. Jenim kızım, mening hayatımdaki muhabbet pajasi takrarlanıp kalmasın dep ensireymen.
Süt içip ağzı köygen kişinin qeytiq içsimu ağzı köyüdü degan gap barğu. Şuna Әнсірме апа, біріншіден у той қылмаған, оның башқа xotini yo'q. Ikkinchidan biz savaqdash, uni astoli tushinaman. Ona ayt kelishgan, eg'ir besiq, qo'lidan ish keladigan yigit. U meni shunchalik yaxshi ko'rdi. Men Farruh bilan yurgan vaqtimda u bichorning tugishib ketganini ko'rsam, iching siyriladi. Ana o'ylanib o'ltirib qoldi. Ondan qiziga Qeni əmsə sözlə. O yigit to'g'risida nimalarni bilasan? Anlab baqay, dedi. O yigitning ismi Almas. Men bilan bir qarorda o'qiydi. O Taklimakanning ajoyib sirliq joyi Lopnor ko'li bo'yida tug'ilgan ekan. Ularning necha avlod ajdodi shu yerni makon tutgan beliqchi ekan. Almasning onasi 9 qitim qo'rsoq ko'tarib bolasi turmabdi. Şunun bilan 10-cı qitim qo'rsoq ko'tarib bu balini, ya'ni Almasni tug'ibdi. Shunga e'tiborlab uningga Almas deb ism qo'ygan ekan. U mo ota-onasi uchun e'tiborli bir talla o'g'il ekan. Uning mijozi shundoq o'ngliq, qarsang ko'zingga shundoq issiq ko'rindi. Shunga bu yigitni tanladim. Qisqasi Farruhga o'xshamaydi degina. Albatta Almas oddiy oilada cho'ng bo'lgan, intayin qoidlik, adablik, qaltis yigit. Farruhga o'xshash po'chi, oldirong'u, manmanchi emas. Ana qizining so'zlarini ko'ngil qo'yib anglagandan keyin o'ylanib turib dedi. Sening deganingdek bo'lsa, yaxshi yigit ekan, biroq bir tal o'g'il bo'lgandan keyin o'qish bitkizib, vatanga qaytib ketishi mumkin-ku, ha? Opa, rostini aytsam, men unchavala ko'p o'ylab ketmadim. Mening qarshimcha, hamma odam baxtli bo'laman deb to'y qilsa kerak. Biroq baxtli bo'lish bo'lmaslikni oldin bir nima deyishtas. Sening turmushing, sarguzashtlaring albatta menga tajriba ham aynak bo'lish kerak edi. Biroq ko'p ishlarni o'ylag'im yo'q. Hozirgi shundoq chiroyli muhabbatimga shak keltirgim yo'q. Qizim, deganlaring to'g'ri. Biroq yolg'iz o'g'il bolaning beshida ko'p ish bo'ladi. U ota-onasining holidan xabar elishi, og'risi, beqishi, qiyinchiliklarni hal qilish kerak. Yana bir o'ylasangchi, bundaq ishlar ham farzandning beshida bor. Bo'pti qizim. Ko'ngildan yuqori narsa yo'q. Ko'nglim tortgan bo'lsa, men bu sana baxt tilayman. Jinim opa, dedi Zulfiya xo'shliqidan opasining bo'yniga kira selib. Sening shundoq deydiganligingni bilatdim. Ana qizining muhabbatini nobud qilishni xohlamadi. Suygan yigitini oldirab bir nim deyishga textili bormidi. Endi uni ko'rib beqib bir nima desam bo'lar? Zulfiya ichida chaqmoq tezligida agar opamga yaramay qolsa-chu, uni yoqtirmasdan boshqa yigit topqin des qanday qilarman deb o'yladi. Opa, u meni yaxshi ko'rdi. Dadammi meni o'lgidek yaxshi ko'rgan, oqibatda bo'ldi opa. Muhabbatimga soy tashlab, ko'nglimni g'ash qilmag'ina. Hozir vaziyat o'xshamaydi. Hamma odam dadamga o'xshashmidi. Rayhon qizining tatsiga ochiqdan-ochiq til takkizguniga sal ranjigan bo'lsa-mu, chandurmadi. Uning ahvolini yana obdanroq uqib boqqin. Bo'lamdi qizim, dedi ana toza xotirjam bo'lolmasdan. Opa, buning imkoniyati yo'q. Bir odam yana bir odamning ishini butunlay bilib bo'lishi mumkinmi? Uning mumkinchilik oz. Biz har qanday odamning sirtqi qiyofatini, kiyinishini, gap so'zlarini bilalaymiz. Biroq yuragini, hujayrasini, qilqon tomirlarini bilolmaymiz-ku. Uning ustiga odam degan vaziyatga, ahvolga qarab o'zgaradi. Falsafaviy qarash bo'yicha qaraganda turmush ongni belgilaydi. Men xiyol o'yinlashdan ko'ra amaliyotga bakroq qiziqaman. Sizlarni olsak, agar urush bo'lmagan edi, unchalik ko'p ziyorat chekmaytinglar. Biroq tinch turmushdimi to'y qilib ajrashadiganlar, bir-biri bilan chiqisha olmaydiganlar bo'ladi-ku. Menmi beshimga kelganini ko'rarman. Taqdirdan qochib qutulish mumkin emas. Qizim, sen oliy maktabda o'qib, xuddi turmush qaynamlarida qaynab pishqandek nihoyat ko'p ishlarni bilib ketibsan.
Sana qayıl boldum. Aytqana, o'qish bitkizmay turibla to'y qilmaydigansan? Qiz qapqara ko'zlarini anaga tikkinicha turib qoldi. Rostini aytganda, u bu taraflarni o'ylamagan edi. Bu keyingi ishlar-ku. Nima qilamiz burunliq g'amga petib, undaq bo'lsa, uni boshlab kelay, ko'rib boqqin. Biroq bir shartim bor. Ana nima shart deganda labbada qaradi. Sen bizning ishimizni bilmaski sog'in. Uni savoqdishim deyman. Bo'lamdi. Ana kulimsirab turib ma'qul bo'ldi. Qiz yotoq uyga kirib ketdi. Ananing xiyoli yana parvoz qildi. Bultur mushundaq kunlarning birida darvozaning qo'ng'irog'i jiringlab, Rayhon eshikni ochib, ko'zlariga ishonmay qoldi. Qo'lida ajoyib chiroyli bir dasta gul tutib, uning eri Abdurahmon kulimsirab turardi. Bu qitim Rayhon eshikning yeniga o'tib, uningga yo'l berdi. Tug'ilgan kuningizga muborak bo'lsin, dedi u eshikdan kiribla. Rayhon shu kungacha tug'ilgan kunini o'tkazishni o'ylabmi baxmagan, sovg'atqimi erishib baxmagan edi. Rayhon rahmat deb gulni oldida qayerga qo'yishni bilolmadi. Eri kostumini yechib, o'rindiqqa qo'ygandan keyin to'pishka ustidagi cho'ng lo'nqini ilib, suv quyib, gulni lo'nqochilab, yana to'pishkaga qo'yib qo'ydi. Shuncha chiroyli qizil atirgulning o'tirsig'i ilingan bir tal oq atirgul va chechaklar bu dastagulga texim husn qo'shgan edi. O'tirsam bo'lamdi, dedi u kulimsirab turib. Rayhonmi shunchalik xushxo'y kulimsiradi. Marhamat, o'ltiring. Men choy damlab chiqay. Rahmat. Yaxshi turayotgansiz, ha? Yaxshi turyapman. O'tganda qizim bor degan edingiz. U qayerda? U mu Toshkentda o'qiydi, dedi u Rayhonga lippida qarab qo'yib. Qaysi maktabda? Yeziglik maktabida. Menmi shu kasbda bo'lg'ashqa shu kasbga berdim. Canım xotinim, inson hayoti tasaddiy ishlardan xoli bo'la olmaydi ekan. O'ylab baqsam, siz bilan tanishqinim bo'lsin, keyin yurtga berishim bo'lsin, bizning yana qayta uchrashishimiz bo'lsin. Hammasi taqdirning o'rinlashtirishi ekan. Xudoyimning ikkimizni qayta uchrashtirganiga ming shukr. Shu qitimqi uchrashishdan keyin Rayhon xeli yaxshi bo'lib qoldi. U o'zining aqida qilganligiga loyiq javob topganligidan so'yindi. U o'yladi. To'g'ri, u texi erining nikohida. Texcha biror er kishining qo'lining uchini tutish emas, balki biror er kishi bilan uchrashib boqqani, undaq ishni o'ylab boqqani yo'q. Rost, Rayhon erini shuncha yil saqladi. Allohga ko'p nola qildi. Allohmi uni noumid qo'ymadi. Bir necha yildan keyin ular qayta uchrashdi. Rayhon bildiki, erining muhabbati texi yuragining eng cho'nqir qatlamida ekan. Hozir Rayhon baxtlik, eri uningga yo'qotgan muhabbatingizni qaytarib berman dedi. Yo'q, bu mumkin emas. Vaqt atgan o'q, u qaytib kelmaydi. Abdurahmon, men sizni so'yginimga, sizga kuyginimga rozi. Buningdan keyin hargiz yosh to'kmayman. Men sizni ashu burunqi qiz vaqtimdagidek so'yaman. Bir ömür söydüm, hayatımның ahirgacha söyimen. Bugün sizni tushimda ko'rishni istayman. Xayrli kech, sizmi meni tushimizda ko'rarsiz. Apa, uxlab qoldingmi? Yo'q qizim, uyqum qochib ketdi. Qarg'ana, bugun kecha osmoni nima degan chiroyliq. Apa, ranjimagin. Sendan yana bir savol so'ray. Qani so'rag'in. Shuncha yil dadamdan ayrilib yashab, nemishqa qayta to'y qilishni o'ylamading? Biror er kishini yaxshi ko'rmadingmi? Yo'q qizim. Qayta to'y qilish xiyolimga kirib boqmabdi. Faqat sen bilanla bo'lib ketibdiman. Dunyoda shuncha nurg'un odam bor. Ajoyib yaxshi erlar turuqliq bu dunyoda ikkimiz bordakli yashabdiman. Hozir o'ylab baqsam, yuragimdagi muhabbatimni sana beribdiman. Qolganini dadamga saqlagan o'xshayman. Elchilar kirmadimi? Elchilar ko'p kirdi. Loyiqmi chiqdi.
Biroq men seni bahona qilibla ularning talabini rad qildim. Tegi-takdan aytganda, dadangdan ranjiganim bilan uni unuta olmadim. Qizim, tunji muhabbat, tunji erni unutish bek tas ekan. Tushundim, apa. Sen meni deb shundoq qilding. Meni ko'z qarchug'ingdek asrab baqding. Xuddi til tumardek yeningdan ayrimading. Sening ajringdan men bugünkidek qiz bo'lib yetildim. Men seni suyuman, apa. Ömrüm bo'yi seni yenimdan ayrimay baqaman. Sen ajoyib bir ana. Men sendan cheksiz faxrlanaman. Ananing chiroyi xo'shligidan nurlanib ketdi-da. Bola degan ananing yuragi qizim. Analar farzand uchun o'tga kirishdan, suvga kirishdan qo'rqmaydi. Sen mening birdan bir xo'shligim, ko'ngil aromim. Men seni suyuman, qizim, dedi. Rahmat, apa. Seni ranjitgan bo'lsam-mu, meni kechirgin. Men shu dadamni deb hech vaqasi yo'q. Chiqib aramag'in. Xayrli kesh, apa. Xayrli kesh, qizim. Rayhon yolg'iz qoldi. U qizining dodil, tetik so'zlaridan suyundi. Uning ahli yetmaydigani shuki, tug'ilib cho'ng bo'lgacha dadasining chiroyini ko'rib baqmagan, hatto dadasimi uni bir qitimmi ko'rmagan, ko'tirib baqmagan, erkalatmagan bo'lsa-mu, uning qalbidagi dada obrazi nima degan ulug', ha? Undaq ruh nadan keladigandu? U o'z-o'ziga, "Tova, men qizimni bir umr azizlab baqdim. Ko'z qarchug'imdek asirdim, biroq uning ota sevgisi, ota mehrini berolmabdiman. Demak, otaning ulug'lig'i, otashdek mehri boshqacha bo'ladi ekan," deganlarni o'ylab ketdi. 28-bob. "Ata Moskvaga boradigan bo'ldik," deb darvozani varqirab kirgan Zulfiya xo'shligida opasiga esildi. "Bizning sinfga payson berib ekan, o'qituvchimiz bizni Moskvadagi o'simlik bog'chisiga ekskursiyaga olib keladigan bo'ldi. Bir hafta degina. Bu o'simlik bog'chisi bek cho'ng ham dunyoda borligi o'simlikning avrishkisi bor bog'cha ekan." "Bek yaxshi bo'pti, qizim. Kitobda ko'rganlaringni amaliyotda ko'rsang, texmi yaxshi bo'ladi. Men sening uchun xushal bo'lib o'taman. Moskva degan Sovet ittifoqining yuragi, dunyoga dangliq shahar. Yanvar oylari Moskvaning toza sovuq vaqti. Qilin kiyinib olarsan. Biz degan yoshtirsak, apa, o'tuk palto kiyib olsam bo'lar? Sizlar yoshlarza bak novchilik qilsizlar. Borganda ko'rarsan, hamma kishining putida ichida yungi bor o'tuk, ustida qilin palto, beshida tomoq degini 30 gradusdan tovan sovuqda kunda degidek qor yig'ib turdi. Sen kichkindan tortib issiq choyda o'sib cho'ng bo'lding. Shunga qilinroq kiyinib olmasang, oson sovuq o'tib qoladi. Ana bola ikkilan atigi tayyorlikni qilib xeli kashyotdi. Biroq har ikkisining ko'zida uyqu didori yo'q edi. Ana o'ylamoqda edi. U eriga tosi bir payt kelganda qizi Zulfiyaning borligini aytib, tuyuqsiz xo'sh qilish uchun mush kamgacha demagan edi. Isit. Burunroq aytgan bo'lsa, ular bu qitim Moskvada yuz ko'rishmasmidi? Endi bo'lganda telefonda u gapni tomtaqla essa, u nima deb qolar? U birdanla o'zini ayblab ketdi. Odam degan gohida ajab muddatlik qiladi ekan. Ya qo'rsiqimda jin bo'lmasa, ya bu qizim boshqa birining bolasi bo'lmasa, tilimning uchiga kelib qolgan bu so'zni davatgan bo'lsam, qanday yaxshi bo'ladi ya? Shu vaqtida dada bola ikkisi boldurli ko'rishgan bo'ladi. Endi qanday qilarman? Voy Sid. Qizim dadamni izlayman deb kokkukdak sayrab ketyotdi, biroq Zulfiyamu dadasi to'g'risida o'ylab uxlay olmadi. Uningda dadasiga nisbatan kuchli hurmat, muhabbat, seg'inish, o'yinish mujassamlangan murakkab hissiyot bor edi. Nemishqidir opasining o'zi to'g'risida dadasiga aytmaganligiga bak hayron bo'ladi. Undaq o'ylasimi, bundaq o'ylasimi, dadasini ko'rish orzusidan voz kecholmaydi. U o'ylaydi. Agar Moskvaga borganda bir amal qilib dadamni topdim desammi, men uning bilan qaysi tariqada ko'risharman? Eski tog'ardan begiz chiqqandek, "Dada, men sizning qizingiz" desam, u nima deb qolar?
Оның үстіге Moskva degan shuncha cho'ng shahar tursa, dadamni topaman debla topa olamdim. Bu xiyollarim bek romantik xiyolmi qandaq? Agar opam dadamning telefoni adresini aytib bergan bo'lsa-ku, bir amal qilib uni tepib ko'rishatdim. Qandaq qilay? Opamga yelinay yolvoraymi? U xiyoldan bosh ko'tarolmay, u yoqqa bu yoqqa o'rilib, tinch yotolmadi. Bək xoş bo'lib ketganda qilasan, qizim, shunga uyqung kelmayyotamdi nima? Ha, bir ish xiyolimga kirib olib, ko'zimda hech uyqu yo'q. Onaning ko'ngli bir nimani tuyg'andek qattiq qilib qoldi. Opa, dedi Zulfiya yelingan bir ohangda. Moskvaga borganda dadamni izlasam bo'lamdi. Ma'qul degina. Men yana qancha yil saqlayman? Meni taqozo qilmay, dadamning telefon nomerini, adresini deb bergin. Xush bo'lib ketay, ma'qulmi? Ana ichida bundaq qilsa, to'liq tasaddiy ish bo'lib qolmamdi. Zulfiya dadasiga nima deydi? Dadasi nima der? Yo'q, bo'lmaydi. Har qanday ahvol ostidami undaq qilishga bo'lmaydi. Bu qiz texi yosh, nurg'un ishlarni o'ylab yetolmaydi. Nima desam bo'lar? O'ldi desam, ko'ngliga keladi. Shunga aytibdi, deb o'yladi-da. Moskva bek cho'ng qizim. Uning ustiga vaqtinglar bek qiz. Onam bir hafta turadi ekansizlar. Bu qitim dadangni istamagin. Men muvaffaq fursatda aytib, dadangni hayron qoldiray. Ondan yuz ko'rishkin. Hozirgacha ikkinglar yuz ko'rishib baxmagandan keyin xo'shal ko'rishalmaysan. Shundaq-ku? O'g'il rost. Uni topsammi, qandoq dada deb chaqiraman? Shuncha yil dada deb baxmagan tursam, dadamni izlab topgan taqdirdimi, hech nima deyolmagidekman. Bo'pti, sening deganingcha bo'lsin. Zulfiya axsida shundoq degan bilan ko'nglidagi orzusidan voz kechmadi. Talay sinab dadasi bilan opasining birga tushgan suratini ilib olishni niyat qildi. Gohida odamning ishi tasadduqiy undan kelib qoladi-ku. Jenim dada, sening bilan ko'rishishni Allohdan tilayman. Zulfiya Moskvaga kelgili bugun 3 kun bo'ldi. Ular bu yerga kelibla eng cho'ng o'simlik bog'chisiga bordi-da, og'zilarini ichibla qoldi. Bu bog'chada dunyoda borligi o'simlik, gul-giyohning avrishkilari, hatto buningdan bir necha asr burunqi har xil o't-cho'p ziroatlarining avrishkilari bor edi. 4-chi kuni tushdan keyin ular Moskva shahrini aylanib kelish uchun sayohat avtobusiga chiqdi. Sayohat yetakchisi Aleksey Petrovich qo'lida mikrofon tutib, intayin xushxo'ylik bilan har bir ko'cha, zavod, fabrika, maktab, universitetlarni, Pushkin, Gorki, Lermontov nomidagi o'rinlarni tanishtirdi. Moskvaning tarixini so'zlaydi. Moskva haqiqatan intayin go'zal, pok shahar edi. Neva daryosi shaharga ajoyib go'zal tus bergan edi. Bugun lapildab qor yig'ayotgan bo'lib, egiz binolarning qonaltirliq o'g'isisidagi oppoq qorlar paxtadek turadi. Kishilar qilin yoqiliq palto kiygan, beshida norka, qoma, qorikul quloqcha, yoshlarning beshida har xil sokna shapka, yung posma bor edi. Ko'chada Babkarning mo'kisidek o'tishib turgan odamlar xuddi bir yerga oldirab ketayotgandek shundoq jiddiy ko'rinadi. Shundoq bo'lishiga qaramay, bu yer varang-churungdan xoli, kishilarning ovozi anglanmaydi. Pick-up avtobuslarmi yenik signal beradi. Moskva Sovet ittifoqining yuragi, dedi sayohat yetakchisi hayajon bilan. Her kuni Moskvaga keladigan sayohatchilar shundoq ko'p. Biz hozir nomsiz qahramonlar qabristonligiga boramiz. Hammanglar bir-birlab avtobusdan tushdi-da, nomsiz qahramonlar qabristonligiga gul qo'yib, necha sekund ta'ziyada turdi. Lenin muzeyi yendiki Kreml sarayini bo'ylab orqa eshigigacha bo'lgan orliqda mashhur Aleksandrovskiy bog'chisi bo'lib, Moskva shahrining markazidagi bu bog'cha ancha cho'ng emas, hashamatli bo'lmasa-mu, lekin uning nomi butkul dunyoga mashhur. Bu bog'cha to'risida ko'plagan shoirlar yorqin misralarni, muzikantlar, kompozitorlar bo'lsa, eng lirik, jo'shqin musiqalarni ijod qilgan edi.
Шуңа қыз-жігітлер ортақ hayatqa болған түнжі қадымыны мұшу бақчада бесіп, той күні келіп, bu yerге гүлдәсті қоятты. Bu бақчада Кремль сарайының темінің енедеки мәрмәр таштың ясалған супының отырсыдеки юлтуздың ажайып бір күшлік от ялқынжап тұратты. Bu от адамларды hayatqa болған ялқылық мұхаббет ойғытышқы символ еді. Mana bu Sovet İttifaqının Vatan urushida qurban bo'lgan sonsizligan inqilobiy qurbonlar xotirasi uchun yiqilgan dunyoga mashhur mangulik yolqindir. O'quvchilar Aleksandrovskiy bog'chasiga kirdi. Bog'cha oppoq qorga ko'milgan. Oq qayin, archa, qarag'ay daraxtlarimi qor gullari bilan ajoyib sehrli ko'rinadi. Ular ün-tünsiz ig'ir sukutda turib, mangulik yolqinga qarab turishdi. Zulfiyaning ko'z oldida qahramonlarning siymasi bilan buvisi Hasanjonning siymasi gavdalandida yurakdagi qonlar urg'idi. Qahramonlar vatanni suyish, erkinlikni suyish badaliga issiq qonlarini taqdim etgan edi. Zulfiya va savoqdoshlari bu bog'chadan yenib chiqqanda ularning dilida vatanga bo'lgan ajoyib o'tliq muhabbat va qahramonlarga bo'lgan hurmat hassalab boshdi. "Bova", dedi Zulfiya pichirlab turib. "Men seni ko'rmagan bo'lsammi, bu qahramonlarni ko'rmagan bo'lsammi, lekin sizlarning qahramonlarcha kurash qilib, Sovet ittifoqi zaminini dushmanlarning qo'lidan tortib olish jarayonidagi qahramonlik ish izlaringlarni ko'rgandek bo'ldim. Seni mangu yod etaman. Sen ulug', qahramon jangchi. Mana shundoq ulug' joyda sen mubar bova. Sendan mangu faxrlanaman." Ular bog'cha ichida suratlarga tushib, cho'ng yo'lga chiqib turishiga bir qora pikap ularning oldiga kelib to'xtadi-da, uningdan ikki ari tushdi. Biri egiz bo'y, qovul, uzun qor palto kiygan, beshida sokna kepkisi bor. Zangar ko'zlari chaqnab turgan rus kishi. Yana biri o'ttiri bo'y, kulrang drapdan qora ko'l yaqiliq palto, qora ko'l quloqchi kiygan kishi bo'lib, qarashdila Uyg'ur edi. Savoqdoshlari xeyli bir yerga berib bo'lg'icha Zulfiya joyida qetib turibdi qoldi. Bu kishi suratdagi opisi bilan birga turgan kishiga o'xshab qolatdi. U ishonar-ishonmas bir holat bilan somkadan suratni ilib qaradi-da, xoshalliqdan o'zimi bilib bilmayla u kishining kaynidan yugurdi. Yonkonchidan shunchalik ittik chiqqan pikap quloqni yarg'udak kuchli tormoz bilan to'xtadi. Qiz neriroq qonqa tushdi. Etrafdagilar go'rardi olashdi. Bularning orasida heliqi kishi Abdurahmon Osmonovmi bor edi. U qizni ko'tardi. Qizning peshonasi surilgan bo'lib, ozroq qon chiqqan, hoshsizlangan edi. U qizni ko'tarib kelib, pikapaga soldi. Shu orliqda qizning qo'lidan yerga tushgan xotira daftarini yenidagi rus kishi yerdan ilib Abdurahmon Osmonovga berdi. U xotira daftarini yonchiqqa silib, sho'pirga qarab oldirashla "Doktorxonaga", dedi. Mashina tez suratda g'uyuldab ketib o'tdi. Ancha ayol bo'lmayla doktorxonaga keldi. Doktorlar Zulfiyani tekshirib ko'rib, "Beshi ozroq surilib qonapti, cho'ng masala yo'q. Shundaqdimi tafsiliy tekshiramiz", dedi. Shu orliqda Zulfiyaning mas'ul o'qituvchisi bilan yana bir qiz yotoqqa kirib keldi-da, uni ko'rib ko'ngli tindi. "Sizga rahmat apandi", dedi o'qituvchi uningga qo'l berib. "Bu qiz mening o'quvchim edi. Yordam qilganingizga rahmat." "Rahmat degichiligi yo'q. Doktor cho'ng mas'ul yo'q deydi. Xotirjam bo'linglar. Aras, bu qizning xotira daftari ekan", deb yonchiqdan xotira daftarini chiqarib o'qituvchisiga sunishiga ichidan bir parcha surat tushib qoldi. U darhol ingishib yerdan suratni oldi-yu, qetibla qoldi. Bu onun 20 yıl burun to'y qilish oldida tushgan surati edi. U bu suratni yuragining qetida saqlab kelgandi-ku. Qandoq bo'lib bu qizning yanida bo'ladi? Bu qiz zoti kim? Uning xotini Rayhon bilan qandoq munosabati bor? Shu xiyollar bilan uning kallasi qo'chilib ketdi. U karvat yotgan qizning chiroyiga sapsilib qarg'inicha turib qoldi. Bu qiz uning qizi Gulmiraga ajabmi o'xshaydi ekan? Bu mumkinmi?
Balki ko'zimga shundoq ko'ringan bo'lsa kerak. Yo'q. U qiz menga o'xshaydi ekan, biroq bu zoti kim? U doktorning qeshig'iga kirib, qizning ahvolidan xabar tepib, xotirjam bo'ldi-da, qaytib kirib, yordamim kerak bo'lsa deb o'qituvchisiga ism kartochkasini berib va qizning ismini, maktab adresini so'rab, ular bilan xo'shlashib chiqib ketdi. Xilidan keyin Zulfiya hushiga keldi. Bizni bek qo'rqitib etdingiz, dedi o'qituvchisi. Men nima ish bo'lganligini bilmay qoldim, dedi u yig'lab turib. Xudoga shukr, cho'ng ish yo'q. Meni doktorxonaga akelguncha sizlarmi toza jiddiylashgansizlar, dedi u saboqdoshlariga qarab. Yo'q, seni notunish bir Uyg'ur kishi darhol pikapga selib mangdi. Biz uning keyindan keldik. U ajoyib yaxshi odam ekan, texi yilroqda ketdi, deyishdi. Zulfiya ko'zini ching yumib o'ylandi. Agar meni mashina so'qib etmagan bo'lsa, men cho'qim biror bahona bilan uning oldiga berib, ikki ig'iz so'zlashib olatdim. Hech bo'lmasa yo'l topolmadim desammi bo'ladi emasmi? Men bek xushal bo'latdim. Biroq uchu Zulfiya ko'nglida u kishi cho'qim mening dadam deb jazmlashtirdi va uchratganligiga cheksiz shodlandi. Gerçi onun bilen yüz turani paranglashishga, to'nishishga nasib bo'lmagan bo'lsa-mu, biroq Xudoyimning ularni uchrashtirganligiga u yanada rozi edi. Zulfiya Moskvadan nihoyat xushal ham ruhi ko'tarangi qaytib keldi. U apsiga Moskvada ko'rgan, bilgan, anglaganlarni qushqashdek vichirlab tinmay so'zlab berdi. Kashqurun bo'lganda apsiga yolvorib, erkilab yurib, dadasiga telefon bergizdi. Yaxshi turib-atamsiz? Men mo obdan turib-ataman. Sizga uzoqdan beri deyilmagan bir gap bor edi. Nima gapdamsiz? Bu bek muhim ish, ham sizni hayron qoldiradigan ish. Yo'q, telefon desam bo'lmaydi. Uyga keling. At yo'lga chiqamsiz? Ma'qul, xayr xush, shanba ko'rishaylik. Shanba kuni Toshkent shahrida sim-sim yomg'ir yig'ib Zulfiya onasi bilan ko'k bozoriga berib, meva-cheva, ko'ktat va bir dasta gul setib oldi. Ondan so'm magaziniga kirib, yemak-ichmak, tatliq turim setib olib, uyga qaytdi-da, dasturxon rasladi. Ular birdan soatga qaraydi. Ana birdan oshxonaga, birdan mehmonxonaga kirib, deraza pardalarini tuzaydi. U: "Zulfiya jinim, o'zingni tuzashtirib bo'ldingmi?" dedi yotoq uyga qarab. "Mana hozirla chiqaman opa", dedi qiz aldirash. Ana sal-pal jiddiylashib qoldi. Chunki yana bir ozdan keyin eri Zulfiyaning dadasi keladi. Zulfiya o'zini anda-munda tuzashtirganga xuddi qasroq tashlagan beliqdek parqirab ketgan edi. U ustiga nipis gars ko'nglak kiyib, beliga keladigan uzun sochlarini chozi bilan qisibla orqasiga tashlagan edi. Putida qora egiz poshliq to'play bar edi. Ana qizining bo'y bastiga qarab mag'rurlik bilan kulib qo'ydi. Darvoza qo'ng'irg'i besildi. Ana bilan qiz jiddiylashib ketdi. Zulfiya nima qilishini bilmasdan: "Opa, men qanday qilaman? Uning bilan qanday ko'rishiman? Uni nima deb chaqiraman?" dedi eshikka qarab ketib etib. "Huduqma, hech ish bo'lmaydi. To'xta, eshikni o'zim ochay." Ana asta berib eshikni ochdi. Eri chamadonni yerga qo'ydi-da, uni quchoqladi. Ana shalparda qizirib: "Salomat kelibsiz", dedi. "Yaxshi keldim, o'zingiz-chi?" "Rahmat, yaxshi. Qani uyga marhamat." Uyning bo'sig'isida turgan Zulfiya o'zini daldiga ilib, ikkilan birga kelgandila oldiga chiqib: "Xush kelibsiz", dedi. Abdurahmon Zulfiyani ko'rib, dong ketib turib qoldi. "Qani uyga kirib so'zlashaylik", dedi Rayhon uni turtaklab. Ular ustalga kelib o'ltirishdi. Abdurahmonni bir xil gangirash, chekish xiyol, tamtirash va hayajon chulg'ib olgan edi. Rayhonning chehradimi bir xil shodlik bilan g'amkinlik aralashgan ifoda aks etdi. Lavlari sal-pal titraydi. Zulfiyaning xushlig'i chehraga tepib, hayajondan o'ltirolmay qelyapti. "Men tanishtiray", dedi Rayhon. "Men Zulfiya, 15 yoshlik qiz. 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 15 yoshlik qi
dedi Reyhan sal titranki ovozda. Bu sizning qizingiz Zulfiya bo'ladi. U sizni shuncha yildan beri siyqinib, zarqib ketgan edi. Shafqatlik Alloh sizlarni Moskvada uchrashtiribdi. Bichora qizim bir og'zida ming qitim dadamni ko'rdim deb kakukdak sayrab ketgan edi. Mana endi jinim qizim, sening dadang Mehriboning oldingda turibdi. Barg'in qizim, uning oldiga barg'in, uni chin quchoqla, barliq ovozing bilan dada deb chaqirg'in. Ya qizim, men sizning oldingizga baray. Siz mushunchalik cho'ng bo'lguncha men sizni biror qitimni ko'tarib boqmadim. Sizni erkiltolmadim, o'ynatolmadim, maktabga opira olmadim. Qisqasi, sizga oz bo'lsa-mu otaliq mehrimni bera olmadim. Sizni bechora opingiz ham ona, ham ota bo'lib bir chiroyli beqib cho'ng qildi. Bu uyda dada yo'q. Sizlar qanchalik jafolarni tatgan bo'lg'aydinglar ha? Ota bola tangli o'rinlaridan turishib, bir-biriga yaqin keldi. Dada deb Zulfiya yig'lab uning bo'yniga esildi. Men sizni uzoq yillar saqladim. Sizni pek siyg'indim. Sizni ko'rishni orzu qildim. Biroq sizni topolmadim. Bugun bizga ko'rishish, birga bo'lish nasib bo'ldi. Qizim, jinim qizim. Jinim dada. Ikkilan ko'z yoshlarini tutib ololmay chin quchoqlashdi. Reyhan o'ltirgan yerda yig'lab eqib ketdi. Dada, bu rostli sizmi? Ha, qizim, men sizning dadangiz. Endi biz ayrılmay yaşaymiz, shundaqmi? Shundaq qizim. Endi biz ayrılmay yaşaymiz. Men va'da beray. Reyhanning yuragi shodlikdan yerilib ketgil tas qoldi. Mana ota mehriga nima yetsin? Dunyoda otaning mehr muhabbatini hech narsa to'ldira olmaydi. Otasiz hayot, u nimjon hayot. Otasiz oila ba'ayni g'ayribning kapisi. Otasiz farzand qanoti sungan qushga o'xshaydi. Otasiz turmush ma'nisiz. Ota oilaning to'rigi, ayolining yo'lanchigi, farzandining qanoti, jamiyatning kuch-qudrati. Reyhan, nemishqa mushundaq chiroyli bir qizimning borligini baldiroq aytmadingiz? Shundaq, siz bilan ko'rishgan chaqda bu to'g'risida so'zlashga haqiqatan fursat bo'lmagan edi. U chaqlarda sizni ko'rsam, kayfiyatim normal bo'lmag'achqa, birda achchiqlab, birda yomonlab, birda yig'lab tashlaydim. Siz ketgandan keyin ho'shimni tepib, day desam siz yo'q. Ras shundaq bo'ldi. Qani qizim, sizni toza obdan ko'rib olay, dedi u qizining yuzlarini silab turib. Dada, sizni ko'rishga qanchalik intizor bo'lgandim-a? Men hozir sizni tushimda emas, o'ngimda ko'rib turibdiman. Siz meni issiq bag'ringizga ilib, otaliq mehringizni beryapsiz. Rostini aytganda, Moskvada sizni ko'ribla o'qdek uchib borg'im, sizga o'zimni otqim, dada deb varqirg'im kelgan edi. Ashu birdamlik fojia bizga xuddi taqdirning chaqchiqidek ish bo'ldi. Ko'zimni ichib qarsam siz yo'q, ko'nglim yerim bo'ldi. Mana endi hamma ish iziga tushdi. Endi bizdan ayrilmaydigan siz, ha? dedi andishli ko'zlarini tikib. Ya qizim, yo'q. Endi biz ayrilmaymiz. Sizni shu vaqtda qutuldirib qolganim uchun bek xush bo'ldim. Qizim, hamma gunoh onangizda. Siz shuncha cho'ng qiz bo'lguncha mendan yoshirg'ini nemasi? Endi menmi sizdan hech nimani yoshirmay aytay. Qizim, bu sirni ilgari opangizga aytgan edim. Sizning yana Gulmira deb bir hadingiz bor. Rasma? Zulfiyaning ko'zlari cho'chakdek ichildi-da, bir onasiga, bir dadasiga qaradi. Dadam rost aytdi. Endi hammamiz jam bo'lib o'tadigan baxtiyor kunlarimiz keldi, dedi opasi kulib turib. Ular bugun dunyodagi eng baxtli kishilardan edi. Ular bir dasturxonda o'ltirib g'izalandi. Rosa mungdashdi. Kunduz kechaga ulandi. Gaplari hech tugaydigandek emas. Tongmi so'zilishga boshlagan edi. 29-bob.
Ленинабад kolxozining navbatdagi raisi Yarmamatov ishxonasida ishlab o'tadi. U oldida duvilinib turgan gezi jurnal, hujjat, loyiha, taklif fikrlar dövisiga qarab beshini chayqadi. Nima degan ko'p ishlar bu ha? Kolxozda oldingi yili boshlanib ketgan qurilishlar, cho'ldagi itiz eriq ishlari, yez qurilishi va madaniyat, ma'muriy taraqqiyot masalalariga bog'liq bu ishlar shunchalik ko'p. Qarasa, ushshaq-tushak ishdek turgan bilan hamma ish berib iqtisodga taqiladi. Kolxoz a'zolarining turmushiga keraklik muhim ishlar, taraqqiyot jarayonidagi hal qilishga tegishlik muhim ishlar. Yarmamatov o'tiri bo'yi, qora ko'z, qora qash, og'zida oltin tishlari parqirab turgan nihoyatda kelishgan kishi. Qachonla qarasa jo'shqin, chaqqon ko'rindi. Eshik asta ichilib, katib qiz kirib keldi-da, "Rais, bir kishi bilan bir qiz siz bilan ko'rishmoqchi ekan, ular Toshkentdan kelibdi", dedi. "Toshkentdan dedingizmi?" "Ha-a." "Marhamat, kirsin." Ishxonaga 60 yoshlardan oshgan, chochlari tugal oqargan, ko'zoynak taqagan Mavlon Xo'jayev bilan chiroyli kiyingan Zulfiya kirib keldi. "Mumkinmi?" dedi Mavlon Xo'jayev tez kelib rais bilan ko'rishib. "Marhamat", dedi Yarmamatov o'rnidan dasturib. "Kechiring, oldingizga chiqolmabdiman. O'zira aytaman. Qani o'ltiringlar." "Sizni avar qildigan bo'ldim", dedi Mavlon Xo'jayev. Yoq, undaq demang, olim apandi, siz kelaman deganingizda oldingizga o'zim chiqmamdim. Qani so'zlang, quliqim sizda." Katib qiz ularga choy quyib berib chiqib ketdi. "Rahmat sizga, rais. Bir iltimos bilan keldik. Men bu qizni tanishtiray. Bu qizning ismi Zulfiya. Yez egilik universitetini bitkizgan. Bir necha yildan beri biologiyalik tadqiqot qilib o'tadi. U g'o'zi ziyondoshlarining kushandisi bo'lgan hasharotlarni o'z tajribaxonasida yetildirib, ko'paytib, muvaffaqiyat qozondi. Endi gap bu kushandlarni mashhur kolxozdagi sizdek mashhur raisning yetakchiligida sinab ko'rish niyatiga keldi. Sizdan so'rab baqsam, olim apandi, bizda kolxozlar shuncha ko'p turuqliq, ajaba bu qiz bizning kolxozni tanlabdi. Buningda biror sabab bormi qandaq? Mavlon Xo'jayev raisga Zulfiyaning buvisi Hasanjonlarning yurtidan chiqib bu kolxozga kelib o'rinlashganligidan tortib, bu oilaning beshiga kelgan hamma ishlarni biror qur so'zlab berdi. Rais Mavlon Xo'jayevga birdam qarab o'tirgandan keyin, "Mana, hayot degan shu. Demak, siz bu qizni kichigidan tortib tarbiyalab o'qitibsiz. Bek yaxshi ish bo'pti. Mana bugun bu qiz ota-onasi turgan kolxozga kelibdi. Qarshi olamiz. Hamma ish menga taalluq. Men igidorchilik qilay", dedi. Ondan Zulfiyaga qarab, "Planingizni dadil o'tirg'a qo'ying. Agar bu ish paxtaga foydali bo'lsa, qo'llab-quvvatlaymiz. Yordam kerak bo'lsa beramiz. Xohlasangiz rayonlik o'simlik asrash bo'limining xodimlari bilan tanishtirib qo'yaman", dedi. "Rahmat, rais", dedi Mavlon Xo'jayev. Zulfiyaning qobiliyatini, tirishchiligini hisobga olib, ba'zi imkoniyatlarni yaratib bergan bo'lsangiz. Masalan, bir tajribaxona ichib berishning imkoniyati bo'larmi? Qandaq tajribaxona? G'o'zi ziyondoshlarining kushandisi bo'lgan hasharotlarni ko'paytiradigan, yangicha sun'iy usulda ko'paytiradigan tajribaxonani ko'zda tutyapman. Albatta, bu sizning ishingizmi emas, yez eglik ministrligining ishi. Sizda balki mablag'mi kamchil bo'lishi mumkin, biroq bu to'liq savobli ish bo'lg'achqa ko'ngil bo'lishingizga arziydi. Xabarimiz bordir. Hozir butun dunyo miqyosida, jumladan bizning mamlakatimizdami dori ishlatmasdan biologiyalik usulga o'tish masalasi o'tirg'a qo'yilmoqda. Mavlon Xo'jayevning so'zlarini anglab, raisning ko'zlari parqirab ketdi. "Albatta, kelgusida bizmi mush usulga o'timiz, ammo hozir qiladigan ishlar shuncha ko'p. Qarang, mana bu materiallarni hammaga iqtisod ham ixtisos egisi kerak-ku. Kelgusidagi ishga oldin ola asos solish oqlanlik ish, rais. Buningga hech qancha mablag' ketmaydi, ammo boshqalarning oldida mangamiz. Taraqqiyot ana shundoq. Qanchalik mablag' ketar? Masalan, ko'p bo'lganda 2-3 kishi ishlaydi. Ularning yillik maoshiga 10 ming so'm yetadi. Asbob uskunachi? Buningga ko'p narsa ketmaydi. Bir to'nglatqu, tuxum ajratadigan pishkidan biri, shish butilka,
ishkap degandek. Rais ichida bu hech qancha gap emas ekan-ku deb o'ylagan bo'lsa-mu, siz yeziklik ministrligi bilan so'zlashib baqdingizmi? deb so'radi. Yo'q. Sizdan so'rab baqsam. İlkingizda necha kolxoz bor? 3 kolxoz, 3 sovxoz bor. Ajab, shuncha xo'jalik turib, shunchalik ulug', savobli ishqa shunchalik pul ajratib bera olmaysizmi? Yarmamatov olimning fikriga qoyil bo'ldimi yoki uning yuzini qilib fikrini yirg'isi kelmadimi? Birdinla rozimanlik bilan. Men yordam berman, bo'pti. Bu qizmi bizning qizimiz ekan. Uning ustiga qahramon otining navrisi ekan. Qo'llay, ustoz, qo'lim ko'ksimda, dedi oltin tishlarini parqirtib kulib turib. Yaraysiz, rais. Sizning mushundaq deydiganingizni bilatdim. Rahmat. Albatta, biz olimlarga, ilm ahlilariga, ulug' ishlarni qildiganlarga, qahramonlarga hurmat bildiramiz. Ammo shundaq bo'lsin, bu qiz bu yerni o'z oilasi deb bilsin. Qadamingiz yetsa, sizmi ishlarimizga bosh bo'larsiz. Bizga sizdek olimlarning yordami kerak. Men ministrlik bilan o'zim so'zlashiman. Bo'ptimi? Rahmat, rais. Yordam masalasiga kelsam, tadqiqot ishlarimning ko'pinchisi natijalik ishlanayotadi. Yangidan ishlanayotganlarning natijasi chiqsa, sizga foydalanishga berishga va'da beray. Ulug' savobli ishlarning oxiri yaxshi bo'ladi, rais. Tarixga yozilasiz demaydigansiz, dedi rais chaqchaq qilib. Mumkin, dedi Mavlon Xo'jayev tamkinlik bilan. Tarixnimi siz bilan bizdek kishilar yaratgan. Balki mushu ish tufayli tajribaxoningiz unumli natija bersa, butun mamlakatga foydangiz tegib ketsa ajab emas. Shuning o'zila tarixi yetarlik. Paxta bizning jinimiz-ku, rais. Bu kolxoz sovxozlar oldingi qatorda ish boshlasa, texmi yaxshi-da. Mijozingiz bek yaxshi ekan. Ochiq yo'riq so'zlashib oldik. Qanday qilasiz, olim apandi? Rais bo'lmoqning o'zila murakkab bir san'at-ku. Gohi kulaman, gohi ochiqlanaman, gohi varqirayman. Har bir o'ngishsizlik uchraganda ochiqimni besib, mijozimni tog'dak ig'ir qilishga tirishaman. Gohi kolxoz a'zolari bilan o'ltirib payzi qilaman. Odam degan-ku hammaga chidaydi ekan. Yozdagi issiqda yerilib ketmaydi ekan. Oftobda kuyib, erib ketmaydi ekan. Menmu hammaga chidab, hammaga bardoshlik berib kelyapman. Bahoyingizga rahmat. Umuman olganda birla yaxshi yerim, ochiq yo'roq, hiyla mikirdan xoli odamman. Shundoq, rais apandi. Bugun qadamimiz qutlug' bo'lgan ekan, sizga tashakkur aytishdan boshqa ish qila olmadim. Ular xushallik bilan 2 soat qizg'in paranglashganini sezmay qoldi. Amsa ruxsat qiling, biz qaytaylik, dedi Mavlon Xo'jayev. Bugun kechda kolxoznikilar bilan rosa bir payzi qilaylik. Sizni Zulfiyani mehmon qilib olay. Rahmat. Keyingi qatim bo'lsin. Biz qachon kelamiz? Bir oydan keyin bo'lsin. Biz xabar qilamiz. Rais o'rnidan turdi-da, ularni xushxo'ylik bilan uzatib chiqdi. Amsa xabaringizni kutamiz, dedi Mavlon Xo'jayev xo'shlashib. O kuni Mavlon Xo'jayevning xo'shalligi palakka yetdi. Uyga qaytib kelibla xonimi Mahidilga Zulfiyaning ishining kelganligini hayajon bilan so'zlab berdi. 30-bob. Oltin kuz faslida Zulfiya bilan Almasning qutlug' to'yi bo'ldi. Ular shirin oy o'tkazib, bir-biriga qinishmay yurgan kunlarda Almasga kelgan bir telegram bu er-xotinlarni sal tamtirtib qo'ydi. Telegramda: Almas, yaqinqi kunlardan buyon opangizning toza mijozi yo'q. Kelin balam ikkinglarni ko'rishga taqozo bo'lyapti. Pat yaqinda bir kelib ketsanglar, deb yozilgan edi. Almas xatni o'qib bek jiddiylashib ketdi. Apsining chiroyi ko'z oldiga keldi. Apsi xuddi ularning yo'liga telmirib, kesal karvetida eshikdan ko'z uzmasdan yotgandek. Oppoq ro'milining uchi bilan ko'z yoshlarini surtib-atgandek. Og'zini umchaytib yig'layotgandek bilinib ketdi. Men bir tal o'g'il turib, hozirgacha ota-onamga hech ish qilib bera olmadim. Agar opamga rostilla bir ish bo'lib qolsa, uning issiq yuzini ko'ra olmasam,
O'g'illikni yetkizib, jinozaning oldida mang'almasam, o'z qo'lim bilan lahatga akirib qo'yolmasam, qandoq bo'ladi? degan xiyollar uning kallasini qo'chib etdi. Kecha bütün Toshkent shahri uyquga ketgan. Faqat bularning uyida chiroq o'chmagan. Ularning ko'zlaridan uyqu qochgan edi. Almas Zulfiyaga ota-onasi haqida so'zlab berib atdi. Men ota-onamning yolg'iz o'g'li. Dadam 18 yoshga kirganda shundoq baslik, chabdas, qo'lidan hamma ish keladigan navqiron yigit bo'pti. Bir kuni momam buvamlar bir tuqqanlarnikiga to'yga ketibdi. Dadam beliq to'rini ko'lga tashlab ketib olsa, yaqinli yerdan bir qizning "Qutuldiringlar" degan ovoz anglanibdi. Dadam u tarafga qarasa, bir qiz suvga bir cho'kib, bir laylab turg'adek. Dadam darhol suvga o'zini etibdi-da, qiz tarafga qarab uzibdi. Uningcha qiz yana bir necha qatim cho'kib, yana laylabdi. Dadam qizning qo'lini bo'yniga silibla qirg'oqqa qarab uzibdi. Dadam uni qirg'oqqa ochqib, dum yotqizib, ichiga to'shib ketgan suvlarni chiqaribdi. Biroq qiz hushiga kelmabdi. Qizni sun'iy nafaslantirib beqibdi, lekin unumi bo'lmabdi. Biroq dadammi to'xtab qolmay, umid bilan qizni qutuldirishga tirishibdi. Oxir qizni ko'tarib uyimizga akiribdi-da, issiq yotqonga o'rab qo'yibdi. Tushdan keyin qiz hushiga kelibdi. Ko'zini ichib, oldida o'ltirgan notanish yigitni ko'rib, izo tortqinidan qizirib ketibdi. Ham qo'rqimsirab turib, "Men bu yerga qandoq kelib qoldim?" debdi-da, tongada yig'ilib etibdi. "Men sizni ko'ldan suzib oldim, qo'rqmang. Birozdan keyin yaxshi bo'lib qolasiz. Shu vaqtda sizni uyingizga olib qo'yaman", debdi dadam. Qiz bu gapni anglab titrab ketibdi-da, "Mening ota-onam yo'q, men bir yetim qiz", debdi. Dadam, "Nimishqa bunday qildingiz qizchaq?" deb so'rasa, qiz esa deb yig'ilganicha yotqonga beshini o'rab yetyapti. Dadam u qizning qishig'i ko'mashnon, cho'g'inda choy, piyola akirib qo'yib, sirtqa chiqib ketibdi. Bir ozdan keyin asta qarsa, qiz ur bo'lib bir parcha ko'mashnon bilan choyni ichayotgandek. Shuning bilan dadam qizning qishig'i kirmabdi. Namozdigar bilan buvam momamlar to'ydan qaytib ketdi. Buvam harvini elib, eshakni bog'lig'ili uyning orqasidagi eg'ilga minibdi. Momam qo'rodagi supida o'ltiribdi. "Apa, tinchaman keldingizmi?" debdi dadam opasining oldiga berib ko'rishib. "Qollar tinchlikmikan?" "Xudoga shukr, o'g'lim, to'ymi obdan o'tdi. Yaxshi mehmondorchilik bo'ldi. Balam tuqqanlarning hammasi seni so'rdi, ham sana salom etdi. Biz to'ydan yong'icha mundaq bir ishni angladik. Qara, bizning tuqqanlarning mahallasida yana bir to'y bo'pti degina, qizni yotkash oldida qiz yo'qab ketibdi. Keyin bir necha yildan qizning o'zini suv tashlab olganlik xabarini yetkazibdi. Ular berib ko'lni izlab qizni topolmabdi. Bechora qiz oran 14 yosh kirgan ekan. Uning to'yini qilib qo'ygan tog'asi xafa bo'lganidan o'lgidek bo'pti. Bütün yezdi shu gap, u qizga bek ichim og'rib ketdi balam." Momamning so'zi og'zida qapti. Ishikda nihoyat chiroyli, urug' bir qiz shumshib turgan ekan. Momam bir qizga, bir o'g'liga qarabdi. Dadam opasiga mag'rurlik bilan qarab turibdi. Momamning chehrida bir mamnunlik va ansizlik ko'rinibdi. Biroq yana bu qizning o'limdan qutulib qolganiga xush bo'pti. "Apa, xato qilmagandiman?" debdi dadam. "Shundoq o'g'lim. Dunyoda bir odamni qutuldirib qelish savoblik ish. Odam turmoq, jonivorlarni qutuldirish odamning burchi. Bechora qiz bu dunyoga kelib, dunyoning xo'rliqni ko'rmay o'lib ketsa, nima degan ichinishlik ish. Yaxshi ish qilibsan", deb dadamdan mamnun bo'pti-da, qizga qarab, "Qizim, yenimga keling, mendan qo'rqmang", debdi. Qiz purlashib ketgan tovar ko'nglikining peshini ching tutib, yerni avaylab dastlab minib, momamning oldiga kelib, yukinib o'ltiribdi-da, o'zini tutib ololmay yig'labdi. "Sizga nima dard keldi qizim? Qani ayting-a", debdi momam uning beshini silab. "Men onamdan 5 yoshda qolgan", deb hikoyasini boshlabdi qiz. "Shuningdan buyon onamning akasi meni beqib cho'ng qilgan edi. Biroq ayol yo'q uydagi barliq ish mening zimmamga yuklandi. Men tamoq etishni, ko'mash ko'mishni o'rgandim.
Tağam intayın horun kişi edi. Kiçikini qo'lim bilan bütün uyning kirqatlarini yudim. Qazon beshida, o'choq beshida, tangli beshida yurib cho'ng bo'ldim. Bu yil amdil 14 yoshga kirgan edim. Biroq u biriga ozroq pulga qarzdor bo'lib qolgani uchun meni shu odamga qarz hisobiga to'yimni qilib bermoqchi bo'ldi. U kishini siz burun ko'rganmi? Ha, u odam tog'am bilan bir dematlik. Hozir 40 yoshda bo'lsa kerak. U kelangsiz, semiz, bo'yni to'n, qora soqol odam. U bizning uyga kelsa, uning yo'g'on ko'zidan bek qo'rqib ketatdim. Gohi yolg'iz qolganda uyga kirib qolgudek bo'lsa, butun badanimga titrak olishib ketadi. Shunga to'y kuni u odamga takkucha o'libli tugishay deb bir amal qilib qechib chiqib, ko'lga o'zimni tashladim. Biroq o'lish uncha oson emas ekan. Jon bek tatliq bo'ladi ekan. Birdinla o'limdan qo'rqdim-da, ixtiyorsiz qutquzinglar deb varqiradim. Xudoyimning menga ichi og'irdi bo'lg'ay, bu akash meni qutqizib qoldi. Endi silini ko'rib xuddi onam tirilib kelgandek xush bo'lib ketdim. Bu gapcha uyingizga qaytmaydi ekansiz, shundaqmi? Ha, men endi uyga borsam, tog'am urib meni bir nima qilib yetdi. Uning ochchig'i bek yomon. To'y kunimi atdigandala meni qaznaq uyga solab qo'ygan edi. Uyga borganimdan ko'ra o'lgunim a'la ana. Bo'pti qizim, bu yerdagi kishilar bir-birimizga yot emas. Siz ortiqcha o'ylamay dam eling. Bu uyda bu o'g'limdan boshqa balam yo'q. Balamning dadisimi nihoyat yaxshi kishi. Xotirjam bo'ling, debdi momam. Rahmat, debdi qiz xushalligini yo'shirmay. Momam o'ylanib turib qopdi. Uning o'ychan ko'zlarini ko'rgan qiz, "Ana, agar sizga yuk bo'lib qolsam yoki meni yolg'on so'zlayotdi deb o'ylab qolgan bo'lsa, men yiroqqa ketay. Ya jangalda bo'riga ham bo'larman, ya sasliqlarda beliqlarga ham bo'larman. Mayli nimali bo'lsa, peshonamdan ko'ray", debdi yig'lab turib. "Yo'q, yo'q qizim", debdi momam jiddiylashib. "Qishimga keling", debdi u qizni yeniga o'ltirg'izib, uning peshonasiga tushib olgan sochlarini tuzab, onalarcha mehribonlik bilan, "Bizdan andish qilmang. Bir necha kun sirtqa chiqmay, uyda obdan kutining. Gap so'zlar besilsin. Menmi sizni narasida qiz ekan, har nima bo'lsa hayot qopdi deb bek xushal bo'ldim. Jon bo'lsa jahon, osh bo'lsa qozon debdikan. Jahonning unchalik qilib ketkichiligi yo'q. Bir odam qanchalik yeb, qanchalik ichidi deysiz. Uning ustiga bundoq ishlar burunmi bo'lgan. Ko'lga o'zni tashlag'ini yolg'iz sizlar emas-ku. Qizlarning dili og'irsa ko'tarolmaydi. Ayollar shundoq nozik tabiatlik, ko'ngli yumshoq keladi. Shunga azoblanganda, dardiga yetadigan odam chiqmaganda, yo'l topolmaganda shundoq xiyollarga beriladi. Mana sizmi kichiklar yetim qilib ko'p jafo tortibsiz. Bo'ldi. U ishlarning hammasi o'tib ketdi. Endi onangizning ruhi xush bo'ladi. Ham qilmang. Bo'lamdi. Biz holingizdan xabar olamiz. Dardingizga yetimiz. Yordamimizni ayamaymiz qizim, debdi. Ana deb qiz momamga esilib, un silib yig'labdi. Momam qizni illiq bag'riga besib, uningga tasalli etibdi. Shundoq qilib, momingiz u qizni uyda elib qopdi-da, deb so'rdi Zulfiya. Shundoq. Momam u qizni boshqalarga tuqqanimning qizi edi, yolg'izchilik tortib akilib oldim, debdi-da, 2 yilgacha ancha-muncha o'qitib, palas to'qish, yep-yegirish qatorliq ishlarni obdan o'gitib qo'yibdi. U qizning tuqqanlarimi u qizni o'lib ketdi deb o'ylab izdirikini qilmabdi. Shuning bilan u qiz 16 yoshga kirganda ular dadam bilan to'yini qilib qo'yibdi. Qiz o'zi xohlabdimi? Siz bilmaysiz, Zulfiya. O chaqlarda xohlamaslik degan gap yo'q. Nishonni ota-onasi belgilab berdi. Ko'pinchisi bir-biriga icharkishib qoladi. Chunki o chaqlarda muhabbat bog'lab to'y qilish deganlar yo'qning o'rnida. Cho'nglar to'yini qilib qo'ysa, shu turmushga shukr qilib o'tadigan gap. Agar chiqisholmay qolsa-chi? Undaq bo'lsa, ya o'g'ilning ota-onasi qizni opasiga olib berdi ekan, yoki bo'lmasa qizning holiga yetib, qizning ota-onasi kelishib uyiga akitdi ekan. Ammo to'y bo'lgandan keyin asosan shu turmushga ko'nib ketdi ekan. Shundoq qilib, opingiz bilan dadingiz yaxshi o'tib ketibdi-da? Shundoq bo'pti.
Momam bilan buvam u qizni, opamni o'z qizidek ko'ribdi. Dadammo opam bilan obdan o'tib ketibdi. Ish qilib uzoq yildan keyin meni tug'ibdi. Esimni bilsam, dadam opamga bek ko'yinatdi. Eg'ir ishlarga salmaydi. U ozroq og'rib qoldimi, bo'ldi. Dadam paypitek bo'lib ketadi. Mush topdimi, dadam toza jiddiylashib ketayotgandi. Dadangiz bek kuyimchan o'xshaydi-da, dedi Zulfiya Almasning so'zidan so'yinib. Bizning u yerlarda o'qigan kishi bekla oz ekan. Buvam burun yurt arlab, shahar ko'rib, nurg'un ishlarni ko'rgan kishi ekan. Oxirgi umrini yaxshi o'tkazish uchun ashu dunyodan xoli tinch yerga kelib o'rinlashgan ekan. Buvamning xeli jiq kitoblari bor edi. U kitoblarning yarmi degidek chet ellarda besilgan har xil ta'lim-tarbiya, axloq, fazilatga oid yana bir qismi hikoyat, rivoyat, qissalar edi. Dadam gerçi oddiy beliqchi turmushni o'tkazgani bilan buvamning ta'sirida o'zini ajoyib yaxshi jamiyatning qurg'uvchisi, oilaning himoyachisi, haqiqatning yo'qlig'ichi deb biladi. Bo'libmi ayollarni bek asraydi. Opam to'y qilib xeyli chaqqacha eg'ir oyoq bo'lolmag'achqa dadamga yalvorib yig'lab turib, yana uylaning debdi. Ammo dadam opamning gapiga shunchalik xafa bo'lib ketibdi. Opam bo'ldi qilmay momamga yelinib, "Apa, men bu uyning, silining, erimning xizmatini qilay, uni yana uylab qo'ysizlar, chunki saqliqim yaxshi emas", debdi. Biroq momamni unumasdin. "Menga qarang qizim, Xudoyimning bag'uz kasi berar, bir nechini tug'ib berarsiz. Bo'lmasa mayli. İnsan faqat dunyoga yeb ishkili bolaliq bo'lg'ili kelmaydi. Sizning yana bo'yin qisib, jafo qilishingizni xohlamayman. Bu ishlarni kallangizga selib olmang", debdi. Dadam vijdonliq, g'ururi bor, e'tiqodi chin, diyonatlik odam edi. Men sizga aytsam, Zulfiya, dunyoda bir qism odamlarning dini bor, aqidasi yo'q, ahli bor, axloqi yo'q, puli bor, diyonati yo'q. Dadam bo'lsa, oiladagi ayol kishining haqlariga sal qaramaydigan ajoyib bir odam edi. U doim "Tov deyman. Nurg'un erlar onalariga ko'yindi-yu, biroq ayollarga ko'yinmaydi. Onalarini oyaydi, asraydi-yu, biroq o'ziga eng yaqin, eng sirdosh jafokash ayolini eshakdek ishiltidi, haqoratlaydi. Uningga yaqamni tutib hayron qolaman. Onalarimizga, hemşirlerimizga, ayollarimizga ko'yinish yaxshi ish. Ayollarni xorlash, bo'zak qilish, dapsanda qilish yomon odamning ishi. Undaq odam do'zg'i bo'ladi", deydi. Shunga dadam opam bilan to'y qilib, opamni biror qitimmi ranjitgan, silkigan kishi emas. Dadam nikohni ulug', oilasini muqaddas bilib, xotinlik rishtasini chingitib, opamni umrlik hamrohi qilgan. Mana bu haqiqiy ko'yinish, haqiqiy mehribonlik mujassamlangan savob. Savobga yaxshilik, ko'yinish ma'nilari singan. Dadamning xo'shligi, xushxo'yligi shu qadar yaxshi ediki, bir kuni opam bir dasta sho'rpa ko'tarib kirib, dasni ustalga qo'yg'icha qo'li titrab ketganmi, aytavur dadamning tizig'i ozroq to'kilib ketdi. Opam bechara dasni dasturxonga qo'yib, og'zini tutqanicha yig'lab turib, "Dadasi, men qanday qilay?" dedi zarlanib. "Qo'yg'ina, nimaga shuncha qo'rqib ketding, onasi? Bu degan hech qancha ish emas", deb dadam kiyimini darhol silib, ko'ygan cho'ng yo'tisiga tuxumning iqini surtib bo'lib, yana dasturxonga o'ltirdi-da, "Kela, hech ish yo'q", deb opamni yeniga o'ltirg'izib tasalli etdi. Oilamning ta'siri xotiramda nihoyatda ching saqlangan. Maktabda bo'lsa, axloq, odam bo'lish, aqlliq bo'lish uchun o'rgandik-ku. Ish shundoq. Ota-onangizga rahmat Almas. Yelimi sizni tug'ib qo'yibdi ekan. Bo'lmasa, men kimnimi topar edim? Dedi Zulfiya chaqchaq qilib. Siz yaxshi qiz, Zulfiya. Siz aslida mendinmi yaxshiroq, boy, davlatman birini topgan bo'lsangiz, texmi yaxshi bo'ladi. Men sizga berishga tegishli nurg'un narsalarni bera olmadim. Faqat sap vijdonim bilan sizga ko'ygan yuragimni berdim. Men bilan to'y qilganligingizdan pushaymon qilamsiz? Yo'q, asla pushaymon qilmayman. Sizning buvingiz, momingiz va ota-onangizning tarbiyasi, axloqi, xislati sizni mushundaq oq ko'ngil, vijdonli odam qilgan.
Siz mening peshonamga putilgan yaxshi yigitsiz. Siz ota-onangizni bir umr boqsingizmi, ularning ajrini to'lay olmaysiz. Rost aytasiz. Dunyoda ota-ona mehridan ulug' mehr yo'q. Ota-ona mehriga hech narsa yetmaydi. Ota-onadan ulug' kim bor deysiz? Afsus, men ularga hech ish qilib bera olmadim. Olmaz, biz ota-onangizning qishig'a billa boraylik. Ularning xizmatida bo'lib, opingizni yaxshi davoltaylik. Cho'qim yaxshi bo'lib ketadi. Olmaz Zulfiyaning so'zlaridan ko'ngli so'yinib. Siz bek oq ko'ngilchimi Zulfiya? Sizga rahmat, dedi. Siz mening borliqim Olmaz. Sizga cheksiz ishonaman, sizni so'yiman, dedi Zulfiyamu kulishga tirishib. Sizni umr bo'yi yaxshi ko'rib, beshimda ko'tiraman. Hayotda bo'lsam, siz uchun borliqimni taqdim qilaman. Hozir qilolmagan ishlarimni kelgusida qilaman. Biz tirishib, har qaysi jihatda uzib chiqib, haqiqiy odamdek yashaylik. Bu iroda menda bor, sizdami bor deb ishonaman. Shundaqmi jinim? Shundaq. Har ikkimiz tirishib, murod maqsadimizga yetish yo'lida izlanaylik. Bir-birimizga va'da beraylik, bo'lamdi. Kelgusida siz atoqliq sharqshunos bo'lsangiz, men agronom bo'lsam, ana shu chaqda biz vatan xalqning umidini oqlagan bo'lamiz. Olmaz ayolini bag'riga ching bosdi. Zulfiya uning maydasiga beshini qo'yib, uni mahkam quchoqladi. Qadrlikim, atadan boshlab menishning tayyorligiga tushunsak bo'lmaydi. Sizmi bek charchidingiz, yetib aram olaylik, dedi Olmaz. Ertesidan boshlab ular yo'l tayyorligiga tushdi. Az kunga qolmay Olmaz 3 oylik, Zulfiya 1 oylik ruxsat bilan vataniga qarab yo'lga chiqdi. Tursun Yunusning Vatan Söygüsü nomli romanini bugun mush yergacha o'qib beray. Davomini kelar qitim anglag'aysiz. Allohga omonat.